يقال أن الماتريدية والحنفية قدموا العقل. Haqiqatan bu kabi gap so'zlar quloqqa chalinib turadi. Lekin hadisda aytilganidek dalilni da'vo qiluvchi keltiradi. Har bir da'vo qiluvchi esa o'z da'vosiga dalil keltirishi lozim bo'ladi. Yuqoridagi gapga dalil keltirish uchun esa Imom Moturudiy va Imom Abu Hanifaning qarashlarini, Imom Moturudiydan oldingi va keyingi Moturudiylik ta'limoti uchun asos bo'lgan qarashlarni o'rganib chiqish shart bo'ladi. Haqiqatan ham ular naqlni, ya'ni Qur'on oyatlari va payg'ambar alayhissalot vassalom hadislarini e'tibordan chetda qoldirdilarmi yoki ular aql va naql o'rtasini jamladilarmi? Haqiqat shuki, Moturudiylik ta'limoti aql va naql o'rtasini jamlagan, ya'ni muvofiqlashtirgan holda o'z ta'limotini ilgari surgan. Imom Abu Homid G'azzoliyning Qonun at-Tavil nomli asari bor. Olim ushbu asarda mana shu nuqtani ochib berganlar. Unda Moturudiylik va Ash'ariylikni o'z ichiga olgan Ahli sunna val jamoa yo'nalishining xususiyati haqida to'xtalib, bunday deydi: Ahli sunna val jamoa aqlni alohida bir asos, naqlni, ya'ni Qur'on va sunnatni alohida bir asos qilib oldilar. Mu'tazililar esa aqlni asos, naqlni esa ushbu asosga tobe qilib olishdi. Faylasuflar esa faqat aqlni asos deb qabul qilib, naqlni qabul qilmadilar. Ahli sunna val jamoaning yo'li mazkur ikki toifaning tutumidan farqli ravishda aql va naql, ya'ni Qur'on va sunnatni o'z o'rniga qo'yib, muvozanatda qo'llashdan iborat. Shariat takliflarini qabul qiluvchi hamda Alloh taoloni anglash vositasi bo'lgan aqlni musulmon inson e'tiborsiz qoldirishi mumkin emas. Hujjatul Islom Abu Homid G'azzoliy aqlni asos qilib olmaslik payg'ambarlik masalasiga putur yetkazishni aytganlar. Chunki biz payg'ambarimiz alayhissalomning risolati haqligini faqatgina aql vositasida bilamiz. Agar to'g'ri ma'lumotlarga aql vositasi yetib bo'lmaydi desangiz, sizga u holda siz nabiy haqidagi to'g'ri ma'lumotlarga qanday yetasiz deyiladi. Shu sababli aqida masalalarida aqlni chetda qoldirish mutlaqo durust emas. Ahli sunna val jamoaning eng katta xususiyati ular aql va naql o'rtasini g'oyat nozik nuqtada birlashtira olganlar. Ya'ni aql va Qur'on va sunnat o'rtasini g'oyat nozik nuqtada birlashtira olganlar. Aqlni ham, naqlni ham o'z o'rnida qo'llay oladilar. Ahli sunna val jamoa qaysi o'rinda aql oldinga qo'yiladi-yu, qaysi o'rinda naql muqaddam qilinadi, ularning barchasini juda yaxshi bilishadi. Masalan, g'ayb masalalarida Moturudiylar ham, Ash'ariylar ham shubhasiz naqlni ustun qo'yadilar. Tarozi, Sirot ko'prigi, jannat va do'zax, avliyolarning karomatlarini haq deb biladilar. Ya'ni ular haqida naqlda qanday kelgan bo'lsa, shunday qabul qiladilar. Mana shu masalalarda naql aqldan ilgari qo'yiladi. Ammo Alloh taoloning borligini, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarligini isbotlash masalalarida aqlni naqldan ilgari qo'yiladi. Nima uchun? Chunki musulmon bo'lmagan shaxs Alloh taolo haqida ham, payg'ambar haqida ham, Qur'on haqida ham bilmaydi. U bilan o'rtangizda mushtarak vosita, ya'ni aql bilangina fikr almashishingiz mumkin bo'ladi. Shu sababli ham ahli sunna val jamoa Allohning borligi va payg'ambarlarning haqligi masalalarida aqlni muqaddam qo'yganlar. Allohning borligini isbotlab olgandan so'ng, u zotning sifatlari masalasida yana naqlni aqldan ilgari qo'yganlar hamda uni aql bilan quvvatlaganlar. Xuddi shu tarzda aqidaning turli masalalarida o'z o'rniga qarab gohida aqlni, gohida naqlni, gohida esa har ikkisini jamlagan holda o'z ta'limotlarini yoritganlar. Islom ulamolari, xususan mutakallimlar, go'yo chegara himoyachilarga o'xshaydilar. Ya'ni islom e'tiqodini tashqaridan bo'ladigan fikriy hujum va xurujlardan himoya qiladilar. Dinga shubha orqali hujum qilganlarga munosib javob berishadi. Xo'sh, qanday javob berishadi? Agar musulmon kishi shubha tashlasa, unga aql va naql vositasida javob beriladi. Agar musulmon bo'lmaganlar hujum qilsa-chi, ularga naql nuridan quvvatlangan aql bilan ulamolarimiz javob berishgan. Demak, Moturudiy yoki Hanafiylar aqlni naqldan, naql deganda ya'ni Qur'on va sunnatdan ustun qo'yadilar degan gapning mutlaqo asosi yo'q. Imom Moturudiyning Tavhid asari nashrini Imom Moturudiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazida amalga oshirdik. Ushbu kitobni o'rganib ko'ring.
Deyarli biror sahifa Qur'on oyatidan xoli emas. Qolaversa Imom Moturidiy qanday qilib aqlni naqldan ustun qo'yadilar? Axir u zot Qur'oni Karimni to'liq tafsir qilib 15 jildli asar yozgan bo'lsalar. Shunday ekan, ahli sunna ulamolari aqlning o'rnini ham yaxshi bilganlar. Qur'on va hadisni ham g'oyat teran anglaganlar. Shu bilan birga ularda hikmat bor edi. Hikmat esa ulamolar ta'riflaganidek, aytganidek, har bir narsani o'z o'rniga qo'yish demakdir. Har bir narsani o'z o'rniga qo'yish degani, ya'ni qachon aql oldinga qo'yiladi-yu, qachon naql birlamchi deb bilinadi, qachon ularning orasi muvozanatda jamlanadi. Ularning barchasini yaxshi tushunib yetganlar. Agar Imom Moturidiy yoki Imom Abu Hanifa biror masalada xatoga yo'l qo'ygan taqdirlarida ham ummat zalolat ustida birlashmas edi. Zero payg'ambarimiz alayhissalom mening ummatim zalolat ustida birlashmaydi deganlar. Agar Imom Moturidiy yoki Abu Hanifa biror masalada xatoga yo'l qo'yganlarida dunyodagi boshqa olimlar ularning xatosiga ko'z yumib ketarmidilar? Agar ular xato qilgan bo'lganlarida ham olimlar bunga jim qarab turmas edilar. Balki ulamolar Imom Abu Hanifa va Imom Moturudiyning qarashlarini qabul qildilar, ularni qo'llab-quvvatladilar va ularga sharhlar yozishdi. Shu tarzda bugungi kunga qadar ularning merosi yetib keldi va amalda qolmoqda. Moturudiylik ta'limoti islomning sharq va g'arbida birdek o'qitiladi. Agar mazkur ta'limot bid'at ta'limot yoxud sahobalar yo'liga zid bo'lganida edi, bu holat islom ummati zalolat ustida birlashganiga dalolat qilar edi. Va bu payg'ambarimiz alayhissalomning mening ummatim zalolat ustida birlashmaydi degan so'zlariga teskari holat bo'lib qolar edi.